Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan roman Bayavandagi Gulxan. Avtori G'ulam Umar. Birinchi qism. 5-bob. Davomi. 3. Tun nisbatan oshgan bo'lsa-mu, Mamtili apandi uyqusini qo'g'lab tutolmasdan uyan-buyonga o'rlatdi. Uning xiyolidan nurg'un ishlar tizilib o'tadi. Qashqar uning tasavvur qilganidan yomonroq bo'lib chiqdi. Aslida u o'zi chetda yurgan yillar ichida Qashqarda ma'lum taraqqiyotlar bo'ldi-ku deb o'ylagan edi. Lekin Qashqar jaholatning tumanida g'uvolishib turgan, yana kelib oldingi 3 yillik yig'iliq xalqni texmo namratlashtirayotgan edi. Namratlik har qachon xurofot yaxshi ko'klaydigan tuproq edi. Xurofot bo'lsa Qashqa bidiga o'xshash o'zi o'sgan tuproqni yaxshilaydi. Namratlik, davr qilib bu qadimiy millatning qadimiy shahrini o'zining uvisiga aylantirib olgan edi. Qashqar bozoridagi tartibsizlik, bekorchilik, namratlik, jidal majra Mamtili apandining yurakini sonsiz xanjardek iskanjiga ilib olgan edi. Hammadan yomoni shu ediki, xalqning nodonligidan foyda olib o'rgangan hukmron guruh ilg'or fikrli kishilarni yo'q qilib o'tish ko'yda edi. Ilgari Abduqodir Damulini qandoq yo'q qilishganlari haqidagi xotira ko'ngil ikrondan o'tmoqda edi. Uqmishlardan qaraganda hozirgi vaziyatga ishonch qilg'ili bo'lmaydi. Sovet bolsheviklari Shenxsayning hokimiyatni changiliga elib olishi uchun yordamlashib, bu tuproqlarda imtiyoz qozonmoqda. Oshkora yo'shirin shakllar bilan o'z odamlarini bu yerlardagi hokimiyat qatlamlariga tiqmoqda edi. Bu holda ketaversa, tabiiyki, bu yerdimi bolsheviklarning tozalash siyosatlari, rahimsiz sinfiy kurashlar avjilib ketishi mo'lchardan tashqari emas edi. Bu vaqtliq tinchlik buzilgan hamon ishpiyonlar tarafidan allaqachon ro'yxati tuzilib, tayyorlanib bo'lgan odamlar har xil shaklda yo'qolishga boshlaydi. Mamtili apandi beshi tarafdagi echivitilgan derazadan yulduzliq osmonga qarab yotadi. Nadadir bir yerda paqa ko'kirdi. Qizil Dovning shimoliy tarafida bir sozliq eriq, janubida Qizil daryosi bor edi. Shunga bu yerda pashlarmi yetarlik edi. Mamtili apandi o't cheki yo'q xiyoldan qutulish uchun shamni yoqdi. U har qanday joyda yotsa, yostiqi yeniga chiroq, saranga va yanchuq daftarni qo'yib yotadi. Ondan bugun Hitka haqida ko'ngliga tizib olgan she'rini xotirlab qo'ydi. Ondan yana chiroqni o'chirib, uxlash uchun o'z-o'zini majburladi. Lekin o'yla uyqusi kelmadi. Uxlayolmagan siri xiyol bosdi. Oxiri uningda hammadan bizar bo'lish tuyg'usi paydo bo'ldi. U bu yerga kelishda birmuncha ziyon tortgan edi. Uning obdan xizmat o'rni bor edi. Bo'libmi uning adiba va uning oilasi bilan bo'lgan bog'lanishi texmo ajoyib edi. Agar u adibaga o'ylanishni xohlaydiganlar bo'lsa, katta bir boyga mirosxo'r bo'lib qoladi. Buncha ko'p mol-mulk bilan u g'amsiz yashay oladi. Adibadek tipik Uyg'ur go'zali uning hayotiga baxt va xushallik baxsh eta oladi. Uningda ikkilanish tuyg'usi paydo bo'ldi. Nimishga ikkilanish paydo bo'lmasin? U shuncha ko'p qurbon berib, avval yurtidan ayrilib, ondan vatanidan ayrilib, xotin, bola chaqasini tashlab o'qigan. Keyin adibadek go'zalni va uning nurg'un mol-mulkini tark etib, shuncha uzoq musofani besib kelsa, bu yerda uni dar kutib tursa, jahonning tinch vaqtida qaytib ketgan tuzukmi qandoq? Tavfiq bir qarorga kelolmadi. Oxir u oldi bilan Qashqardagi do'st birodarlar bilan ko'rishib, fikrlashib, ondan otishqa berib, urug' tuqqanlar bilan ko'rishgandan keyin bu vaqtda bir qarorga kelmoqchi bo'ldi. Shuning bilan u sal-pal yeniklashgandek bo'ldi. U uyquga ketganda bosh to'qi chillagan edi. 6-bob. Tun pardasi olamni qoplagan, atrof jimjit. Nizomiddin bilan Mamtili apandi qahrlik o'rkashlayotgan, shaqirashlari kecha jimliqiga sur beg'ishlaydigan bir daryoning sohilida uchrashdi. Sal ilgari ikkisi daryoning ikki tarafida turib, qo'li pulanglatishgan. Yeliroqda Mamtili apandi bu tarafga o'tgan edi. Daryo bo'yi bulutlar orasida marab chiqqan hilol oy nurida so'z yo'rg'an, suv yuzida oy sho'lisi alanglab turadi.
Ular bir-birining qo'lini siqishgan chog'da Nizamiddinning so'zunchaqroq, go'shlik, kang yuzi va qalin kalpuklari derildab ketdi. Mamtili apandining pishqan olmadak yuzidan nur to'kilib turadi. Nurliq ko'zlarida kulimsirash, so'z yo'riqliqda ularning rangi ro'yida ifodalanayotgan texmo nozik ifodalarni bayqig'ili bo'lmaydi. Oxiri qaytib kelsanda, dedi Nizomiddin. Ikkisi bir-biriga qarshi bir haza unsiz beqishib turishgandan keyin, "Endi ikkimiz ayrilmayli. Mening sendan boshqa qarinishim yo'q emasmi? Mening turishim qandoq bo'larkin, aka?" dedi Mamtili apandi. Uning ko'zlarida bilinar-bilinmas ma'yuslik chaqnab o'tgan bo'lsa-mu, illiq kulimsirishini davom qilib, u pat-pat daryoga go'yo suv ulg'uyib to'lqin ko'tarilyapti, qandoq degandek qarab qo'yatdi. Nimishga turmaysan? Acaba 10 necha yillik judolik sana yetmadimi? O'z vataningdan zerikdingmi? Bizdan zerikdingmi? Yo'q, aka, undaq emas. Lekin men bak kechikib qoptiman. Bak keyin keptiman. Agar burunroq kelgan bo'lsam, bak yaxshi bo'ladi. Inqilobning rosa qizg'an vaqtiga ulgurib kelolmabdiman. Mayli, ko'nglini yerim qilma. Ko'ngildagidek yashab ketalaysan. Sana o'xshash chetda o'qigan odamga har qanday mahkamalarda xizmat tepiladi. Mamtil apandi istehzo bilan kulimsirdi. Aka, podshoga xizmat qilishning ikki tarafi bor. Ham non umidi, ham jon qo'rqinchisi. Shunga ashu umidni deb qo'rqinchga tushib qilish aqllarning fikriga xilof, dedi. U ilgirgidekla salmoq qiyofatini buzmay. Undaq bo'lsa tex yaxshi. Uyda hunar qilsaqmi, baxudak jon boqib ketimiz. Bilamsan, men xilidan buyon uyda bo'yoqchilik do'koni ichib kelyapman. Aldirash bo'lganda 10 nimkor salaman. Odatlik vaqtlarda 2 nimkor ishlaydi. Dastlab bir mezgil Axund dadamga vakil bo'lib, O'rus konsulxonasida turdim. Ishning taqozzosidan shu yerda ashu xalqning tilini o'rganib ketdim degina. Keyin Axund dadamning savdo ishi to'xtagan hamonla bo'yoqchiligimni qilg'il turdim. 2 nimkorni doimiy yollab oldim. Mening ahvolim ana shundoq. Sen amdi tevibchilik qilsangmi bo'ladi. Ish qilib, qo'lingdan hech hunar qechib qutulolmaydi-ku. Hunar bo'ldigan gap. Men mavu loyiq suvdan ansirayman. Mamtil apandi ko'nglidagini aytishdan ansirayotgandek jimib qoldi. U yana daryoga qarab qo'ydi. Toshqin bo'lish ehtimoli bordek qiladi. U oy pitib ketsa, mushuk garimsan yo'riqliqdanmi mahrum qolarmanmi deb ansirgandek bosh ko'tarib osmonga qarab qo'ydi. Bo'lmag'or gaplarni qo'yib yur uyga. Mushu uy bo'lmay qayar? Nizomiddin hayron bo'lib atrofiga qarab edi. Rastilla ular ho'yliga kelib qilishgan ekan. Xulum qo'shna, urug' tuqqanlar ho'ylini bir olgan edi. Hammasi Mamtili apandiga ehtirom bildiradi. Mamtili apandi bo'lsa, ularga texmo tovanchilik bilan ta'zim qaytaradi. O'z-o'zidan ma'rakalarmi paydo bo'ldi. Mehmonning sharafiga nag'm-navo qilinishga boshladi. Mamtili apandi supining levida Nizomiddinning kichik qizi Fatimani quchqiga ilib olgan bo'lib, "Anam" deb erkiltatdi. Bu qiz momisi bilan ismdosh edi. Birdamdala uning oldida cho'ng jiyani G'ini paydo bo'ldi. Tavfiq uning beshini silab turib, "Yakan daryosi bo'yida sen bilan tang bir do'stim qoldi. Mallikamning qiziqligini", deydi bolalarning eng cho'ngi Oyimgul. "G'ini bilan tang bola Mallikamning do'stikan." Nabi bir chetda turib, bu ajoyib kelishgan odamning o'z tog'si ekanligiga ishongusi kelmayotgandek qiziqish bilan qaraydi. Kichik bo'lsa do'st bo'lmamdikan, do'stlik degan cho'ng kichik deb cheklanmaydi. Gap ko'ngilda, deb tushundirdi Tavfiq jiyanlariga. O'ziga xos astoydillik, zerikmaydigan pozitsiya bilan. "Sizlar hammanglar menga yaqin kelinglar. Nimishga unda qarab tursizlar, mo'londak", deydi u chatroq yitirqab turgan Rajab bilan Xongul va Nabilarga qarab, Zo'rxon qiyni inisiga o'lishib olgan bolalarga qarab, ham so'yingan, ham chichilgan holda, "Mallikonlarning aromini buzib, hammanglar yomishyapsizlar-ku", deydi. Nizomiddin inisining qiziq mijoziga qiziqib qarab turadi. Mehmonlar ko'paymoqda edi. Hamma odam Mamtili apandiga ehtirom bildiradi. Nizomiddin
ig'ir xiyolga petib, o'ziga kelgandek atrofga qargan chog'da Akifka texicha heliqi surlik daryoning sohilda turishatdi. Gugum pardisi ko'kning yuzini yepib, atrof qorong'ulashgan bo'lib, to'lqinlarning o'rlishi va qaynamlarning surlik to'lg'inishlarini ko'rgili bo'lmasimi, shavqunning vahimalik ovozidan hammani his qilg'ili bo'ladi. Daryoning bosh ayiqi bo'lsa, osmonning qora rangi bilan butunlay qo'shilib ketgan edi. Nizomiddin inisi bilan bo'lgan qisqa, tatliq damlarning payzida mast bo'lgandek hech nimani anqirolmay atrofga qaraydi. Qalbi visol sharobiga qonmagan edi. Biroq u inisini tutib qilishga ilojsiz keldi. Mamtili apandi nimishkidir xo'shashmasdan jimjitla gugum quchqida ingravatgan daryo tarafga minib ketdi. U shunchalik tuyuqsiz ketdiki, hamma go'yo aslimadek tuyulib ketdi. To'xtab tur, naga borsan? Menmo billa boray. Nizomiddin qo'l pulang'ishtib varqiraydi. Mamtili qo'l harakati bilan akasining billa mengishni xohlamagandek ifodani bildirdi va do'lqinlar bag'rida ko'rinmay qoldi. Nizomiddin tingir qig'inicha sohilda turib qoldi. Atrof avvalgidek jimib qolgan bo'lib, sukutga cho'mgan koinot rivoyatlardagi obi hayot yo'shiringan zulmatdak cheksiz va cho'nqur bilinadi. Nizomiddinning atrofida yurtdoshlar paydo bo'lishga boshladi va uni o'rib oldi. Ularning ig'ir nafaslarini anglagandilar, o'ziga kelgandek bo'ldi-da, daryo tarafga qarab mangdi. U qahri bilan nara tortdi. Orqadan sohilda turganlar ichidagi bir muncha kishi ham do'lqinlar bag'riga o'zlarini etib g'oyib bo'ldi. Gerçi bu mudish qismatni sizib tursimu, Nizomiddinda o'zimi o'lib bo'lgandek tuyg'u bo'lgani qiziq edi. U ham andikib, ham bo'g'ilib tipchaklaydi. U sovuq tarlab ketgan bo'lib, o'zining tush ko'rganligini bilib, Xudoga shukri sano aytdi va tunning qolgan qismida enisini o'ylab, uxlayolmay to'lg'inib yotdi. U atiganlik choy ustida bu tushini Zo'rxonga aytdi. Balalarmu dasturxonda jam bo'ldi. Xayrdir, inshaalloh. Xudo nasib qilsa, pat yaqin didorlashsak ajab emas. Ko'nglimda u kelib qoladigandekla qilib turadi, deb un qatdi Zo'rxon cho'nqur tinib. Dada, mallikam qandaq odam? Deb so'radi Nabi. Hamisha uyda tarbi bo'lib turadigan, ammo o'zi ko'rib boqmagan tog'isini bilgusi kelib. Men bilaman, mallikam o'ttir bo'y, oqsariq, chiroyli odam, chaqchaqchi, balalarga amroq. Yana deb chuqan soldi g'ini. Bekor gap, dedi Oyimgul enisini rad qilib. Hammangning ochib turib, menmu toza asyelmayvatsam, sen qandaq bilating? Ishonmasang dadamdan so'rab boq. Mening deganlarim rostmi qandaq? Men degan bak kichik vaqtimdagi ishlarni esimga ola olayman. Deganlaring-g'o rost, lekin hammasi dadam aytib bergan gaplar. Undaq gapni desang, sen tugul Fatimammo biladi. Sen nimishki bilmaysan? Oyimgul, dedi Zo'rxon. Mallikang tog' orqasiga chiqib ketganda sen nabijonchilik bording-g'o deyman. Tushimdagidek bilaman, toza anqirib ketolmayman. Bu kalva, men bo'lsam bilitim, dedi g'ini. Dada, dedi Nabi, mallikam nimishga tog' orqasiga chiqib ketgan? Bu ishlarni sen cho'ng bo'lganda aytib beraman. Hozir buni desammo tushunmaysan, dedi Nizomiddin qalin kalpukni bilinar bilinmas titritib. Duodan keyin u bo'yoqxonaga kirib ketdi. Davomi bor.